Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz nemis tilidagi juda ham muhim va kerakli bo'lgan partizip bir, ya'ni sifatdosh bir mavzusini ko'rib chiqamiz. Ya'ni nemis tilida B1 va B2 darajada va undan yuqori darajada o'qiyotganlar uchun juda ham muhim mavzulardan biri. Sprechen-Schreiberlar uchun juda ham muhim va foydali. Bizning darajamizni yaxshigina ko'tarib bera oladi. Demak, sifatdosh bir, o'zbek tilida sifatdosh bir, ya'ni partizip zwei deb nomlanadi. Partizip zwei, ya'ni sifatdosh birning yasalishi shunchaki biz demak machen, ya'ni fe'lga d qo'shimchasini qo'shish orqali demak sifatdosh birni yasay olamiz. Shunchaki d unboshini qo'shish orqali bizlar sifatdosh birni yasaymiz. Zum Beispiel machen fe'liga d-ni qo'shsak machen, spielen fe'liga d-ni qo'shsak spielen bo'lib sifatdosh bir shaklini yasaydi. Schlafen fe'liga schlaf d-ni qo'shsak schlafen bo'lib sifatdosh birni yasaydi. Ma'nosi bu hozirgi zamonda davom etayotgan harakatni bildiradi. Hozirgi zamondagi ish harakatlarni ifodalashda sifatdosh birdan bemalol foydalansak bo'ladi. Va o'zbek tilida ayotgan deb tarjima qilinadi. Zum Beispiel spielen, spielen. Spielen o'zi o'ynamoq, spielen o'ynayotgan deb tarjima qilinadi. Schlafen, schlafen. Schlafen o'zi uxlamoq, schlafen uxlayotgan deb tarjima qilinadi o'zbek tilida. Biz qayerda ishlatamiz? Partizip birni, ya'ni sifatdosh bir shaklida biz sifat sifatida, ya'ni demak sifat bajargan vazifani bajaradi va hol sifatida ishlata olamiz. Birinchi, sifat ma'nosida, agar sifat ma'nosida ishlatsak, sifat shaklida ishlatsak, sifat bajargan hamma vazifalarni bajaradi. Ya'ni sifat kabi tuslanadi, sifat kabi qo'llanadi. Birinchi misol, der lachende Junge, ya'ni kulayotgan bola. Bu yerda der aniq artikl bilan kelganligi uchun qo'shimchasini olyapti. Ikkinchisi, die schlafende Katze, uxlayotgan mushuk. Bunda ham schlafende die aniq artikl bilan kelganligi uchun qo'shimchasini olyapti. Next'da ein arbeitender Mann, ishlayotgan erkak. Nimaga bu arbeitender bu o'zgaradi degan savolga biz sifatlarning aralash tiklanishi bilan javob bera olamiz. Ya'ni sifatlar aralash tiklanganda noaniq artikl bilan tiklanadi va sifat demak muz shortda qo'shimchasini oladi. Noaniq artikl bilan kelsa xolos, aniq artikl bilan kelsa tepadagi kabi qo'shimchalarni olaveradi. Kesimdan oldin, ya'ni hol sifatida kelganda sifat ya'ni sifatdosh bir, ya'ni otga bog'lanmaydi. O'z shakli kesim holatida keladi. Zum Beispiel sie sitzt lachend im Garten. U bog'da kulib o'tiribdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda lachend otga bog'lanmagan. U demak hol vazifasida o'zi kelyapti. Sie sitzt lachend im Garten. U bog'da kulib o'tiribdi. Das Kind kommt weinend nach Hause. Bola yig'lab uyga kelyapti. Bu yerda ham weinend demak sifatdosh bir shakli otga to'g'ridan to'g'ri bog'lanmagan. O'z hol shaklini gaplarda. Muhim eslatma, partizip bir hech qachon shaxs sonlarda yoki bo'lmasa shaxslarda tushlanmaydi. U faqatgina demak sifatlar kabi sifatlar olgan qo'shimchalarni oladi. Zum Beispiel der lachende Junge, der lachende Junge, kulayotgan bola. Ya'ni ich lache, du lachst deb tushlanmaydi bu. Oddiy shaklda oddiy sifat bilan deklaratsiya, ya'ni sifat bilan tushlanib qo'llaniladi gaplarda. Zum Beispiel die lachende Frau, kulayotgan ayol. Das lachende Kind, kulayotgan bola. Die lachenden Kinder, kulayotgan bola. Bu yerda uchalasi der, die, das, bu multiskrot, jeniskrot va spermirot va bittasi ko'plik shakli. Ko'plik shaklida sifatdosh ein oladi. Oddiy misollar: Ich sehe den spielenden Hund. Men o'ynayotgan itni ko'ryapman. Agar biz sifat mavzusini o'tganimizda
Sifatlar demak boshqa kelishuvlarda ko'pincha n qo'shimchasini oladi va sifatdosh bir ham shunga yarasha demak akkusativda n qo'shimchasini oladi. Wir hören die singenden Kinder. Biz kuylayotgan bolalarni eshityapmiz. Bu yerda ko'plik shakli ko'plikda n qo'shimchasini olgan. Arbeitet in stehenden Bus. U to'xtab turgan avtobusda ishlayapti. Stehenden, in dem, ya'ni bu in dem datif, shuning uchun n qo'shimchasini olyapti. Xulosa qilib aytganda, partizip bir, ya'ni sifatdosh bir fe'lga d qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi. Ma'nosi ayotgan deb tarjima qilinadi. Vazifasi sifat yoki hol sifatida ishlatadi. Demak, sifat holda ishlatilganda u xuddi sifatlar kabi ortga bog'lanib keladi. Hol sifatida ishlatilganda esa ular o'z holatida kela oladi. Biz demak sifatdosh birni quyidagi situatsiya yoki vaziyatlarda ishlata olamiz. Birinchisi, odamlar yoki narsalarni tasvirlashda. Der lachende Mann ist mein Lehrer. Kulayotgan odam mening o'qituvchim. Lachende Mann. Chunki bizlar der Mann ist mein Lehrer, bu odam mening o'qituvchim degandan ko'ra der lachende Mann ist mein Lehrer desak, ancha gapimiz yaxshiroq, darajasi balandroq va aniqroq eshitiladi. Ich habe eine schlafende Katze gesehen. Men uxlayotgan mushukni ko'rdim. Bu yerda demak Katze, ya'ni mushukni aniqlab ifodalab kelyapti. Eine schlafende Katze. Va gapimiz ancha tushunarliroq va aniqroq bo'lyapti. Sprechenda foydalanish uchun siz demak sifatdosh birni fikrlarimizni ifodalashda yoki bo'lmasa izohlashda bemalol ishlata olamiz. Zum Beispiel ein lachendes Kind macht mich glücklich. Kulayotgan bola meni xursand qiladi. Ya? Ein lachendes Kind. Mana bu yerda no'nog'atlik bilan kelyapti. Das Kind shuning uchun demak sifatdosh bir s qo'shimchasini olyapti. Macht mich glücklich. Die ständig klingelnden Handys nerven mich. Doimiy, ya'ni muntazam jiringlayotgan telefonlar mani asabiylashtiryapti. Yo'dangiz ko'plik turibdi. Shuning uchun sifatdosh bir n qo'shimchasini olyapti. Keyin sifatdosh birni ishlatadigan holatlari diskussiya va meinung, ya'ni fikrlarni ifodalashda. Zum Beispiel, ich finde, ein motivierender Lehrer ist sehr wichtig. Bu yerda ham ein no'nog'atlik kelyapti. Demak, der Lehrer bo'lganligi uchun sifatdosh bir r qo'shimchasini olyapti. Ya'ni menimcha motivatsiya berayotgan yoki bo'lmasa ruhlantirayotgan o'qituvchi juda ham muhim. Ein gut erklärende Präsentation ist besser als viele Texte. Ya'ni yaxshi tushuntirayotgan taqdimot ko'plab matnlardan yaxshiroq. Demak, bu yerda sifatdosh bir erklärende bo'lib kelyapti. Biz sifatdosh birni hol sifatida gaplarda qo'llashni ko'rib chiqamiz. Gapni chiroyliroq qiladi hol shakli ancha. Zum Beispiel, die Studenten kommen lachend ins Klassenzimmer. Talabalar kulib sinfga kelyapti. Ya? Lachend deydi. Hol vazifasida kelyapti va u demak talabalarga yoki bo'lmasa klassenzimmerga bog'lanmagan. O'zi hol vazifasida bajarib kelyapti. Der Junge sitzt weinend im Park. Bola yig'lab parkda o'tiribdi. Der Junge sitzt weinend im Park. Bolaning holatini ifodalayapti. Ya? Beispiel, der Junge sitzt im Park und weinet deb gap kelgandan ko'ra ikkalasini sifatdosh bir bilan bitta gap qilganimiz yaxshiroq va bizning sprechingimizga ancha foydasi tegadi. Bu sifatdosh bir haqida umumiy ma'lumotlar edi. E'tiboringiz uchun rahmat.